5 bob. Samarqandga tahdid. Bug'roqon Qo'qand yenidi. Tush kuni oldida Qutlug' Suboshi bilan jang maydonini ko'zitib turibdi. Bugun atigalla 3-qitimliq cho'ng jang boshlanib ketgan edi. O'tgan 2 qitimliq jangda yog'i qattiq tirkashdi. Ular 1-qitim avval chekinish, ondan tuyuqsiz qarshi hujumga o'tish chorasini qo'llanib, Qutlug' qo'shinni xeyli jiq chiqimga uchratdi. 2-qitim chorasini o'zgartib, sadoq yog'dirish, 3 tarafdan hujumga o'tish chorasini qo'llandi. Oxirida otliq qo'shini bilan bostirib keldi. Bu qitim Qutlug'bek tayyor qo'shin bilan yog'ini urib qaytirdi. Lekin yog'i tomsab tuzib qattiq qarshilik ko'rsatdi. Bir kech kunduzlik bu jangda Qutlug' qo'shin ozroq chiqim berdi. Sheriklarni dam oldirish uchun Qutlug'bek jangni to'xtatdi. Tunugun Bug'roqon yetib kelgandan keyin maslahatlashib, bugun 3-jang boshlandi. Bug'roqonning ombir bo'lib qisish, o'rib yo'qotish chorasi bo'yicha qo'shin bir kun tayyorlangan edi. Oldi sapda yog'ini tortib turib, o'ng so'ldan o'rash elib berilmoqda edi. Tush bo'lganda ombirni siqish boshlandi. Ikki yonga yengillik berish uchun udulsab hujumni kuchaytirdi. Bug'roqon bir chaqirim yiroqlikdagi qonliq ilishishni hayajon bilan ko'zdan kechirib turgandan keyin Qutlug' Suboshiga qarab, "Endi yog'ini o'rashga buyruq bering" dedi. 2 otliq choparman 2 yoqqa chopdi. Oldidan berilgan zarba yondan qisib kelish yog'ini oldirtib qo'ydi. Bo'libmi, chambirakni qilish qo'rqinchi yog'ida qattiq andishi paydo qildi. Namoz digar bo'lganda yog'ining yuqori boshliqlari shaharning kunpetish tarafiga chekindi. Buni ko'rgan boshqa cheriklarda huduqish paydo bo'ldi. Kashki qorong'ulik ularga dahshatli ajal ilib kelayotgandek tuyuldi. Kuchab jang qilayotgan cherik boshlari belini qo'yib berdi. Ularmi sapdan chekinib, shahar teshig'i mengishga boshladi. Qutlug'bek orqadagi otliq qo'shinga buyruq berdi. 5000 dan ortiq cherik yalon qilichlarini boshlari ustida o'ynatib, "Urro!" degancha jang maydoniga ot soldi. Choptirib kelayotgan otliqlarni ko'rgan qo'shin ruhlanib hujumga o'tdi. Yer zaminni titratgan hayvatlik hujumga yog'i da'vo kelolmay qechishga boshladi. Yog'i cheriklari potporoq bo'lib chechilib ketdi. Ular o'lgan tirilginiga boqmay, do'milab yotgan o'liklarni, zorlab yotgan yordonlarni otlab dastlab shahardan tashqariga qochdi. 2 yondan borgan qo'shin shaharning kun petishiga yetib borganda, yog'ichiliklarining ko'pchiligi shahardan chiqib bo'lgan edi. Bir qismi chambirakda qoldi. Kun petishdagi qo'shin udul sapni chaylab o'tib shaharga kirdi. Kash kirdi. Urush to'xtadi. Jangning tamom bo'lganiga belgi berib, dumboq va kanoylar chelindi. Qutlug'bek qo'shin kaynidan shaharga mongdi. Bug'roqon hamon do'nglik bag'ridagi tushkuni oldida tik turadi. Uning ko'z oldida urushdan keyingi horg'in Qo'qand so'zsiz so'zilib yotadi. Kashki quyosh nuri bilan qizargan jang maydonlari to'pisida, shahar ustida yavash agib osmonga ko'tariladi. Atse shaharda kutilmagan bir ish bo'ldi.
Qo'qandning shimoliy chetiga o'rinlashgan qo'shinga bir to'p otliqlar to'yiqsiz bostirib kelib, 10 chichilikni o'ltirib, bir munchisini yordar qilib ketibdi. Qo'shin boshlari qayerdan kelgan odamlar ekanligini bilolmay qopti. Ahvoldan qaraganda yerlik odamlarga o'xshamaydi ekan. Bug'raxon tushkunida noshta qilib o'ltirganda Qutlug'bay kelib bu xabarni yetkazdi. U hayron qolgan Bug'raxonga dedi: "Bular biz saqlab kelayotgan eliqi onaning o'g'li. Eliqi al o'g'lining odamlari bo'lsa kerak. Qo'shin Qo'qandga bir kunlik yo'l qolganda ketsa, mo'shundaq bir ish bo'lgan edi. Keyin bilsak, tog'dagi al o'g'li deganning qurolli kishilar ekan." Al o'g'li? O'yladi Bug'raxon. U kimga qarshi ekan? Samoniylarga. Biroq tushunmaydigan o'xshaydi. Bizning onasini saqlab ilib yurganimizdan boshqacha gumon qiladigan o'xshaydi. Qutlug'bay Farg'onaga kelganning ertasi kuni Yog'iyning qamoqxonasidan bir oqbosh mo'may tepilgan edi. Uni darhol bo'shatib, yaxshi joylashtirdi. Etini so'rasa, mo'may: "Al o'g'lining onasiman. Qo'lingdan kelganini qilish", deb javob berdi. Biz algimi, al o'g'lig'imi qarshi emas. Alning yog'isi Samoniylarga qarshi, deganda mo'may: "Ular kelgandimi shundoq degan. Sizlarning na'dan kelgan, qandoq odamlar ekanliginglarni bilmayman", dedi. Mo'mayga obdan tushuntirishga to'g'ri keldi. Lekin tushuntirish oson bo'lmadi. "Agar meni rostila o'ltirmasanglar, o'g'limga qaytirib beringlar", dedi mo'may bir oz yovishib. Mo'mayga hozir vaqt emasligini, yog'i tozalanib bo'lganda, al o'g'li kelganda o'z qo'liga topshiradiganligini, angacha xotirjam bo'lishini aytgan edi. Mo'may yerim yorti ishinib ma'qul bo'ldi. Tinchlanib, tomoq yeb, yaxshi uxlaydigan bo'ldi. Qutlug'bayning topshirig'i bilan orqadagi qo'shin alohida odam qo'yib, mo'mayni Qo'qandga billa ilib mangan. U shahar teshida qo'shin bilan billa edi. Al o'g'liga tushuntirish kerak. U bizning do'st ekanligimizni tushunsin. Onasini o'z qo'liga saq topshirdiganligimiz aytilsin. Odam avatan o'zini bu yerga boshlab kelsin, dedi Bug'raxon oxirida. Ayblamaslik kerak, deb qo'shib qo'ydi. Qutlug'bay darhol yarlik 2 kishini taqqa chiqargan edi. Al o'g'li cho'ngroqini daraxtga bog'lab, kichkina qaytiribdi. "Sen ayt, oshu Bug'raxonlarning bir boshqa kelsin", debdi. Ondan Qutlug'bay Poqlon tuman boshining maslahatchisini 2 cherik bilan chiqardi. Al o'g'li atrofi qurolliq odamlar bilan to'lgan bir tog' ustida ularni qarshi oldi. U bularni bog'lashga buyruq qilmoqchi bo'lib, yana o'zini tutib oldi. Keyin maslahatchining samimiy muomalasini ko'rib, yumshidi bo'lg'ay bir yopiloq tosh ustiga o'ltirishga taklif qildi. "Sizga xoqonimiz Bug'raxon salom dedi", dedi maslahatchi. "Bug'raxon sizni shaharga kelsa deydi." Bug'raxonning nomini anglagandan keyin al o'g'li bilinar bilinmas andikib qoldi. Buni pamlagan bir solp tomoq, qora burutli odam gapga qistirildi. Bug'raxon chaqiribdimi ishtahi? U agar al o'g'liga do'st bo'lsa, nimishqa alni qiridi? Nimishqa al o'g'lining onasini tutib oladi? Maslahatchi gap qilmay, yenidan al o'g'lining onasi avatgan xatni o'g'liga berdi. U hayajon ichida xatni o'qidi. Xatda: "Salom Seyitjon, men salomat. Bular yaxshi asradi. Yomon odamlar emas o'xshaydi. Uncha qattiq bo'lmagan. Mendan xotirjam bo'l. Kelib yuzma-yuz so'zlashkining yaxshi bo'larmikin?" deb yezilgan. Al o'g'li
onasining xitini o'qib, cho'nqur o'yga tushib qoldi. Qo'lidagi xatni qora bulutning olganligini sezmadi. "Daviridi. Xatni kim yozolmaydi?" dedi qora bulut hayyorlik bilan. "Bularni bog'lab adibini berish kerak. Mo'mayni bermaguncha bo'shatmaymiz. Ular aldaydi. Ching turish kerak." Al o'g'li uning g'o'liga bir qaradi-da, kelishtirib bir ta'tir qachat soldi. Qora bulut o'ltirgan yeridan domlab ketdi. "Ap ketinglar bu haromzodini!" g'azab bilan vorqirdi al o'g'li. Ikki qilichliq yigit texichi o'milab turolmayotgan qora bulutni elib mangdi. Qora bulut tog'da al o'g'lining yinida paydo bo'lib qolg'ili 3 oy bo'pti ekan. U deb, bu deb al o'g'lining og'zidan kirib, burnidan chiqib, tog'liqlar ichiga singib. U o'zini al-parvar qilib ko'rsatib, doim voysaydi ekan. Kishilar oldinib uni hurmat qiladigan, so'zini anglaydigan bo'lib qopti. U al o'g'liga: "Qashqar yoqdan bug'ra degan nimalar kelib o'tarmish. Qilichidan qon temib turdi deydi. Paqas bo'lish kerak. Tulkidan qechib, bo'riga yem bo'lib qolmaydi." degandek ig'volarni qiladi ekan. Keyin "O'shdan, o'zgandan bir muncha kishilar aron jonlarini elib qechib ketdi. Bug'ra deganlar tizig'icha qon kechib yurar emish" degan so'zlarni toritib, kishilarga bug'ralar to'g'risida yomon ta'sir beribdi. Al o'g'li ishinib, ishalmay yurgan vaqtlarda qora bulut yo'q bo'lib ketib, xabar tepib ketdi. "Bug'ralar parg'onni ko'ydirib, kul qilib tashlabdi. Samoniylarning qo'lidagi onangizni qo'liga ilib, qiynab o'tarmish" debdi u al o'g'lini qutirdi. Onasi to'g'risidagi gap al o'g'liga ig'ir kepti. Shunga u qora bulutning fikri bilan Qo'qand yo'lida ketisi bug'ra qo'shiniga tegib, bir necha kishini o'ltirib qaytgan ekan. Oldingi kuni sahardagi to'yiqsiz hujummi yana shu qora bulutning fikri bilan bo'lgan ekan. Hamda u yana qutratqulik qilyotdi. Al o'g'li bir necha kundan beri qora bulutga gumonli qarab yuradi. Oldingi kunki qon to'kish voqeasiga pushaymon qilganda uningdan gumoni oshgan edi. Endi bug'rolarning yaxshiliklarini ko'rib, anglab turganda, bo'libmi onasining xitini ko'rib turganda, uning yana qutirtishi al o'g'lini g'azablantirgan edi. Shunga u qora bulutga qachat soldi. Al o'g'li qopoqlarini turib, tishlarini g'o'chirlatib, bir pas o'ltirgandan keyin o'rnidan dast qopdi. "Yuring, ketdik!" dedi u maslahatchiga va ot akilishni buyurdi. Ana, al o'g'li maslahatchi bilan orqalarida 5-6 kishi otliq tog' yo'tisidan tövallab Qo'qand shahriga qarab ilgirlamaydi. Maslahatchi al o'g'lini Qo'qand shahrining teshida cheriklar turgan yerda bir kichik bog'liq o'ylig'i boshlab kirdi. U berib, eshikni ochib, al o'g'lini kirishga taklif qildi. Uyda o'ltirgan ona o'g'lini ko'rib ishonmay, ko'zlarini o'g'lidi-da, o'rnidan qopdi. O'g'li ishtik berib, "Oyi!" dedi va onasini quchoqlab oldi. Ona o'g'lini quchoqlab yosh to'kdi. "Aman bo'lsak bo'ldi, o'g'lim. Ko'rishdik", dedi ona o'g'lining mangzidagi yoshlarni surtib. Ona bola uzoq paranglashdi. Ularning tuqqani 30 yoshlik bir ayol choy, maza akirib qo'ydi va al o'g'li bilan omonlashib chiqib ketdi. Sutuqbug'raxon al o'g'lini onasi bilan birga qabul qildi. Qutlug' suboshi birga bo'ldi. "Ha, assalomu alaykum. Kelinglar, qani, yuqori o'tinglar", dedi u mehmonlarni qarshi elib.
Qaranglar, ona bola tepishibopsizlar. Nima degan yaxshi ish. Aman bo'ling Bug'raxon. Meni samoniylardan qutqizib olib, obdan asradingiz. Al sizdan rozi. Bu balam tentaklik qilib, sizlarni xop qilib qo'ydi-ku deyman. Ana Bug'raxonga hurmat bildirdi. Meni kechirgaylar ulug' Bug'raxon. Ko'zim echildi. Yog'ini yo'qtib, xalqimizni ozod qilish uchun farmonlarga tayyorman. Dedi al o'g'li qopib. Cherikchi tayyor turdi. O'ltiring, bak yaxshi. O'g'lingiz tantak emas ana, botir yigit. Rost al o'g'li. Tushunmasliklar o'tib ketdi. Do'stlar tepishgandan keyin boshqa ishlar hal bo'lib ketadi. Bug'raxonning samimiy g'amxo'rligi ularni ta'sirlantirdi. G'ayratingizga barakalloh al o'g'li, dedi Qutlug'bek. Amdi birga kurash qilamiz. Yog'ining putquli kesilgan bilan yuragi mijilg'ini yo'q. Uning taxti baxtini ostin-ustin qilib o'tishimiz kerak. Men yoshga kiringlar bolalarim. Birga kurash qilinglar. O'g'lim Seyitjon elning o'g'li. Ham sizning o'g'lingiz bo'lsin. Sizga topshirdim ulug' Bug'raxon. Bug'raxon onaga rahmat dedi. Qutlug'bek bilan al o'g'li xushal holda bir-biriga qarshi oldi. Ular maslahatlashib munda qarorga kelishdi. Ona hozircha yana qo'rqanta turib turadigan bo'ldi. Al o'g'li qaytib berib, qurolliq kuchini uyushtirib, shimoldan Samarqandga hujum qilmoq bo'ldi. Vaqtni Qutlug'bek keyin xabar qiladigan bo'ldi. Ona qayta rahmat aytib, Bug'raxon bilan xo'shlashdi. U maslahatchi bilan o'g'li ikki yondan yo'lab eshikdan chiqqandan keyin uzitib qarab turgan Bug'raxonga qo'llarini maydisiga qo'yib, egilib ta'zim qildi. Olib Oriston Chabar suboshi bilan shosh yoqdagi Cherchiq teg'iga kelgili bir hafta bo'lib qoldi. Ular Namangandan yo'lga chiqqandan beri yog'ining cho'ng qarshiligiga uchramadi. Yangi Avod degan joyda bir necha ming yog'i cherki bor ekan. Ular Bug'ra qo'shinining shamol apkinidan o'rkibla qechib ketdi. Shoshdagi yog'i boshliqlari shoshni qo'g'dash bilan bo'lib qoldi. Uning ustiga ularning ichi tinchsiz edi. Burna kun Cherchiq daryosi bo'yidagi jangda yog'i qattiq mag'lub bo'lgandan keyin ularda andishi kuchaydi. Ichidagi Mazamxon Qurboshi boshchiligidagi yerlik qo'shinning qarshi harakati ulg'aydi. Tunagun Mazam Qurboshining maxfiy kelgan vakili Olib Oristonga Mazamxonning taklifini yetkazdi. Bizning tayyorligimiz bitmadi. Yana 5 kundan keyin harakat qilsak, debdi Mazamxon. Olib Oriston va Chabar suboshi rozi bo'ldi. Biz Toshqiridan, sizlar ishidan yog'iga besim solaylik. Agar yog'i al bo'lsa, texi yaxshi, dedi Oriston. Shahar urushsiz elinsa, ko'ngildagidek ish bo'ladi, deb qo'shib qo'ydi Chabar suboshi. Bugun atigan Olib Oriston Shoshdagi Cherik boshi Oyub bin Bilolga xat yozib, yerlik kishilardan 3 vakilni shoshqin mong'uzdi. Talabnomada al bulunga, asirlarni o'ltirmaymiz. Sizlarga 5 kunlik vaqt beramiz, deyilgan edi. Bin Bilol rad qilib vakillarni qaytirib turishiga Mazamxonning vakili keldi. Ular Samoniylar qo'shinidan bo'linib chiqib, Bug'ra qo'shini tarafda turadiganligini e'lon qilgan edi. Shuning bilan tang Mazamxon Qurboshi
yog'iyning darhol al bo'lishini talab qilgan. Mazamxonning bir tumanlik qo'shuni shoshning kun chiqish tarafidagi Qo'g'unchi degan joyda turadi. Bug'ra qo'shin o'zganni olgandan keyin Samoniylar Mazamxonga gumonli qarab, uning ba'zi harakatlarini cheklaydigan bo'lib qoldi. Buni ko'rgan Mazamxonning qarshiligi kuchaydi. Buxoro amri Abu Alidan maxfiy kishi kelib, Mazamxonning muvofiq mazgilda qo'zg'alishini talab qilgan edi. Mazamxon qarshi harakat qilishga tayyorlik qildi. Lekin yog'iyning siqimi ching bo'lgani uchun jur'at qila olmaydi. Xalq Mazamxonni qo'llaydi. Uning ustiga Bug'ra qo'shin yiqilib kelmaydi. Qo'shinning birligini saqlash zarur. Shunga Bin Bilal Mazamxonga chora qila olmaydi. Bin Bilal xeyli uzoqdan beri qarama-qarshi o'ylar ichida qiynaladi. Qaraxoniylar xoni Bug'raxon hujum qilib kelganda, xalqning Samoniylarga qarshiligi kuchaydi. Bug'raxon davlat chegarasiga kirgandan keyin bu davlat choq chekidan so'kilib ketib bordi. Ulug' Samoniylar davlatining ulug'ligi nega ketdi? Xalqning ishonchini yo'qotib qo'yishdan eg'ir ish yo'q. Buningga kim javobgar? Mansurxon bo'lmay kim bo'ladi? Zulm, talash, bulash. Bag'dod xalifamning sodiq murdi. Alloh yo'lida, din yo'lida ishlash, Xudoning bandalariga yaxshilik qilish, yomonlik qilmaslik degan gaplar nada qoldi? Aldamchilik emasmi? Rost aldamchilik. Endi qandoq qilasan, Mansur? O'zing topgan baloga nega borasan da'voga? Nima qilish kerak? Mazamxon bilan birlashib Bug'ra tarafga o'tish kerak. Yo'q, bo'lmaydi. Hargiz bo'lmaydi. Texi davlatdan umid bor. Orqamizda Xuroson bor. Uningdan keyin Bug'raxon Samoniyning bundoq bir zolimchilik boshini omon qo'ymaslikka turgan gap. Ammo yengilib xalq oldida so'roq qilinsang, buningdan ortiq sharmandachilik bo'lamdi. Yana texi dor tegigimi berib qilishing mumkin. Nima degan dahshatlik. Bularni ozdab bolaning cho'ngi keldi. Bir yoqda Arslan, bir yoqda Mazam. Bu ikki tog'ning qistab kelayotganligini demamdigan. Taslim bo'lsanglar o'ldirmaymiz. 5 kun vaqt. Bin Bilal mushundoq o'ylarda qiynalib yurganda, Mansurxondan qat'iy buyruq keldi. Buyruqda Bug'raga qarshi urush, hayot mamot ko'rishi. Bag'dod xalifam bizga yor. Xuroson tangdossiz kuch bilan yordam bermoqchi. 50 ming cherik yo'lga chiqdi. Ching turib urushish kerak. Shoshni qo'ldan bermas kerak. Yordamga cherik bor edi. Kimiki yog'iyga qarshi turishda bo'shonlik qilsa, u davlat qonunining jazosiga uchraydi. Debdi. Buyruqni ilib Bin Bilal g'ayratga keldi. Xonning buyruqi davlat farmoni. Xalifam yor. Xuroson madad. Sen ulug' Samoniylar davlatining bir sharaflik cherik boshida. Taslim bo'lish jinoyat. Ammo lekin ati 5 kun deganda Bin Bilal urushga buyruq berdi.
deyilgan edi. U Tömür lashkar deb atalgan 50 ming yengilmas qo'shinni ishga soldi. Bir tuman cherikni mazamni to'sishga qoldirib, 40 ming cherikni Arslonni yo'qotishga avatdi. Lekin ish Bin Bilolning o'ylig'inicha bo'lmay chiqdi. Chirchiq daryosi bo'yidagi ikkinchi qitimliq jangda uning qo'shini qattiq zarba yeb yengilib qochdi. Ular to'p-to'g'ri Samarqandni ko'zlab, Mirzachuliga qarab quyruqini tikib etdi. Chirchiq daryosi bo'yida jang boshlanish bilan tangla Mazamxon qo'zg'olon ko'tardi. Bin Bilolning bir tuman cherikini tarmar qilib shaharga yaqinlab keldi. Bin Bilolning beshi qotdi. Qanday qilish kerak? Taslim bo'lishning vaqti o'tdi. Endi bo'g'rasini kechirmaydi. Mazam bo'lsa terangni so'yidi. Jonni ilish kerak. Bin Bilol shu kuni tunda o'zining 1000lik qaroqchi cherika bilan jinini oldi. U shoshning shimoliy tarafiga minib, qo'g'unchini aylanib o'tib, Mirzachuliga qarab yo'l oldi. Adisi atiganda avval Mazamxon qurbeshi, ondan olib Arslan ikki tarafdan shoshqa kirdi. Mazamxonning o'rtoqlarining tushundirishi bilan xalq ommasi Mazamxon va uning cheriklari bilan billa olib Arslonni, Chabar Suboshini, Bug'ra qo'shinini qarshi oldi. Shosh ozod bo'ldi. Shahar xalqi o'z erkinligini shod-xuram tantana qildi. Bug'ra qo'shinini madhiyaladi. Mazamxonga barakallah aytdi. Nuh Mansur ishkining holi xarablashdi. U put ko'ygan to'qudek tipirlab, g'oljir ishdak ko'rganlik kishini tishlaydigan bo'lib ketdi. Meni qilichidan qon tomidi deganlar, endi qilichimni ko'rib qo'ysin, deb varqiraydigan bo'lib qoldi. U bola chaqlarni orqaga mang'izib etgan. Holidan xabar oladigan birdan-bir ayol kishi Mohibano bo'lib qoldi. U ko'ngli tinch chog'larda Mohibanoning yoshlik vaqtlarini eslab, yer ostidan qarab kulib qo'yadi. Mohibanomu hurmat yuzisidan zo'rmu-zo'r kulib qo'yadi. Lekin uning podshohga bo'lgan o'chlik o'g'isi qaynab, uning chopsanroq savol tepishini tilaydi. Keyingi kunlarda podshoh Mohibanoga qarab kulmaydigan bo'lib ketdi. Mohibanoning podshohga mehribonligi eshib ketdi. U qadrdon ulug' podshohim deganda podshohning ko'ngli erimay qolmaydi. Lekin bu sobiq kenizakning ishidan podshohning xabari yo'q edi. U erkash vazirning podshoh beqinidagi ko'rinmas soyisi edi. Oqshom Mansur, bosh vazir Abdulkerim Samoni, Sardor Abu Ibrohim bin Ismoil va o'rda og'isi Mirza Abaydullohlar bilan uzoq maxfiy suhbatlashdi. Bu suhbatning maxfiyatini Mohibano bugun sahardala Erkashbekka yetkazib bo'lgan edi. Podshoh bo'lsa, xotirjam holda bugun kashga o'rinlashtirilgan planning ijrosini kutadi. Tun yerimida Mirza Abaydulloh o'diqib turib, planning buzilganligini xabar qilganda, podshoh yerilg'udek xafa bo'ldi. Zodi bizning maxfiyatimizdan ular qanday xabar topdi? Kim aytdi? Ayt, kim? Sizlar uchunlardan boshqa kishi yo'q edi-ku, deb vorqirdi podshoh. Bizning suhbatimizga qatnashmagan gumonliq bir kishi bor, ulug' shohim. U kim? Mohibano. U ishik panjir tubidan ketmaydi.
tunagin u kirib choy qo'yib turdi-da. Nima deysan? Mohibonu? Yo'q, u unda qilmaydi. U menga sodiq. Lavzi tatliq, qalbi ochiq bo'lishi mumkin, shohim. O'rdaga majburiy elib kelinib xo'rlangan, so'ygan eri oqt qilib tashlangan bir ayolning o'zlariga sodiq bo'lishini tasavvur qilish tez. Men doim uning ko'zida bir yoshirin sirni ko'raman. Shundoq bo'lishi mumkin. Avvalgi bir muncha do'stlar mendan qochgan yerda Mohiboni unda qilmaydi deganimi bo'lmaydi? Xo'p, uni bayqash, dalil bilan tutish kerak. Ata o'rda majlisini echishga tayyorlik qilib, Xorasondan keladigan cheriklarni chapsolatib, qo'shinning ichidagi xoylarni paylash kerak. Erkashning izini tepish lozim. Yana yiliq ravobchi bir qalandarga shuncha aldanganmi bormi? Ularni endi tepish qiyin, janobi oliylari. Ular tepish kerak. O xoylarni chapsan tepib, dorg'a yezish kerak. Sat varqirdi podshoh. Siz buningga beshingiz bilan javob qilasiz. O'rta og'asi gap so'zsiz uydan chiqdi. Uning beshiga bola keldi. Qanday qilsin? Ularni topqili bo'larmi? Ularni bir o'rda og'asi emas, podshohning o'zi otlansimi topolmaydi. Tunagin saharda Erkashbek Mohibonining maxfiy xabarini olgandan keyin bomdod namozini o'qib bo'lib, og'illari bilan masjidda qoldi. Ular g'ibbat qilib muddaris Mavlona Shamshiddinning hujrasiga kirdi. Erkashbek xabarni aytib berdi. Mansurning amri bo'yicha Erkash vazir Mavlona Shamshiddin va Abdul Xoliq Shoyichi tutqun qilinishi. Qamoqdagi al o'g'lining inisi boshliq bosh gunohkorlar shahar teshig'i olib chiqib o'ldirilib ko'milishi kerak edi. Sirdoshlar bugun qorong'u tushishi bilan yer tegiga cho'kishga. Ravobchi qalandar bo'lsa, qamoqdagilarni qutqizishga kelishdi. Kelishim bo'yicha oqshimi sirdoshlar g'oyib bo'ldi. Ular ovchini marab, o'zining og'zida o'ltirgan so'g'irdaklar yo'qolib ketdi. U bak yoshirin edi. Tepish mumkin emas edi. Ravobchi qalandar bo'lsa, do'stlar bilan kunduzi tayyorlik qilib, xubtandan keyin kishilar endi uxlaganda ishga kirishdi. Tun qorong'usida birisi qamoqxonaning qovuqini urdi. Qovuq baqar, qovuqni echib qarasa, o'rda qoruqchi amaldori kiyimidagi bir kishi 10-15 qoruqchilari bilan turibdi. Ular parvosizli ishga kirib, to'p-to'g'ri qamoqxona boshlig'ining yotiqiga berib, uyg'otib chiqdi. Biz gunohkorlarni og'il keldik, dedi boshliq kiyimlarini kiygach uydan chiqqan qamoqxona boshlig'iga. O'rdaning qarorini sana yetkazgan emasmi? Shundoq, xabarim bor. Tayyorlab qo'ydim, dedi qamoqxona boshlig'i va boshliqni sheriklari bilan qamoqxonaga boshlab bordi. U Gundubayga eshikni och degan sharat bilan bir uyni ko'rsatdi. Ular uyga kirganda Gundubayning jinchiriqining yo'riqida o'ritupi turgan 10 necha asosiy gunohkorlar ko'rindi. Buning ichida al o'g'lining enisi, uning xotini va 13 yoshlardagi bir o'g'il, bir qizmi bor edi. O'rnidan qo'pish, deb varqirdi qalandar. qator tizilish. Gunohkorlar qator tizilishdi. Qalandar qatorning oldida turgan al o'g'lining enisini menish deb pallikiga birini tepgan edi. Uningdan ishkallik qo'shmushdan birini yeb berib tomga yo'linib qoldi. U ko'zini qisqon edi,
ko'rinmadi. Yana bir tepki yedi. Elip meyla, ölgisi kepti bunun. Dedi Qalandar qarg'uchilarga. Qarg'uchilar gunohkorlarni haydab o'ldirish uchun shahar teshidagi odam yo'q bir yorliqning yeniga elib bordi. Ular oldirash gunohkorlarning qo'llarini bo'shatdi. Hayron qolgan köy o'g'li cho'chib qarab, Qalandarni to'nib oldi-da, uni quchoqladi. So'ngrisi bir oz hang'iqib turgandan keyin "Aka" deb o'zini otdi. Bolalar esilib yig'lashdi. Boshqa gunohkorlar hech nima bilmaydi. Faqat bu kishilarning o'zlarini qutqizganligini tushunadi. Abla, chataq bo'ldi, odam keldi. Dedi birsi qorong'uda yugurib kelayotgan kishilarni ko'rsatib. Bular gunohkorlarni o'ldirish uchun qamoqxonaga borgan haqiqiy o'rda qarg'uchilari edi. Ularni to'singlar, dedi Qalandar do'stlariga va gunohkorlarga qarab. "O yorliqda otma, chopsan qechinglar." dedi yorliqni qo'li bilan ko'rsatib. Gunohkorlar yorliqdagi 2 kishi tutib turgan otlardan o'nni ilib mindi-da, yori ichi bilan yuqori tarafga qarab qochdi. Qalandar va uning do'stlari o'rda qarg'uchilari bilan tutishdi. Qattiq elish bo'ldi. Qorong'uda qilichlarning ovozini anglanadi. Urilgan qilichlardan chaqnagan o'tlar ko'rinadi. Uzoqqa so'zilgan elishdan keyin do'stlar qarg'uchilarning bir qanchisini o'ldirdi. Bir qanchisini yordar qildi. 2 yoridor do'stini otning oldiga elib, ularmi gunohkorlar ketgan yoqqa qarab chepishdi. Bugungi o'rda kengashi atigalla echildi. Bundaq oldira chaqirilishdan ansirgan vazir vuzrolar bir-biriga yer ostidan sangoyon qarab o'ltirishadi. Mansur oldirash chiqdi. U bo'ri terisini kiyibli chiqdi. Taxtga o'ltirmasdilla varqirdi. Bo'g'rolar bisib kelmoqda. Qo'qan bilan shosh, qo'ldi ketdi. Erkash bilan Mavlona xoinlik qilib qochib ketdi. Qamoqdagi gunohkorlarni o'g'rilar ilib qochdi. Ishongan tog'da kiyik yotmayotdi. Cherik boshlari qarg'i chalmayotdi. Sizlar janobi vazir arboblar. U qattiq varqirab to'xtab qoldi. Beshini tutib, titrab yana varqirdi. Qani aytinglar janoblar. Vazir Erkash, Muddaris Mavlona, yana yiriqi Abu Alining tog'isi shoyichiga o'xshash ishchimizda xanjar yushirib yurgan xoinlar yana yo'qmi? Ularni allaqachon tutqunga elish kerak edi, janobi olilari. Bosh vazir Abdulkerim Samoni ehtiyot bilan so'zladi. Ularning harakatlari gumonliq edi. Gunohni menga otmoqchimisiz, janobi vazir? Mansur uning so'zini kesdi. Siz zodi bosh vazirlik vazifangizni qanchalik ijro qilyapsiz? Yog'iyning chegarada yo'qotish planlaringiz nega ketdi? Ha? Abu Ali bilan siz bu kuchingiz yetmidi-ku? Yog'iy bu sog'imizga yiqilishdi. Endi qanday qilish kerak? O'tganni qo'yib, hozirgini so'zlang. Bir o'rda xizmatchisi kirib, o'rda og'isining qo'liqiga pichirladi. U oldirash chiqib ketdi. Yog'iyni bu sog'imizga keltirmay yo'qotishimiz kerak, dedi Sardor Abu Ibrohim o'zidagi ishonchsizlikni yepish uchun yosima ovoz bilan. Barliq kuchni safarbar qilish, sapdan qaytgan cheriklarni ratlash, yana shu ratlash, tayyorlik. Siz ratlab bo'lguncha ular kelib bo'ladi, Sardor. Hozir yog'iyni keltirmay yo'qotish emas. Samarqandni qandoq saqlashni o'ylashingiz kerak. 70 ming sherikimiz bor. Orqadan 50 ming sherik kelsa, 120 ming kishi. Qo'qand
shoshdan qaytgan chiriklardan oz deganda 30 ming chirikni uyushtirishga bo'ladi. Jami 150 ming. Bug'ralar 100 ming kishisidan o'lganlar, yaradorlar va shaharlarga tashlab kelganlardan boshqa 70-80 ming chirik bilan kelishi mumkin. Ularni yo'qitamiz. Poytaxtimizni, janobi oliylarini cho'qim qo'g'daymiz. Hisobingiz puchak, janobi Sardor. Orqadan 50 ming kishi kelalishi 2 tayin. Bug'ralardan boshqa yerlik qo'zg'olonchilarni hisobga olmadingiz. Undan keyin chiriklaringizdan, chirik boshlaringizdan hozirgi ahvolida yog'iga taqobil turish kuchini obdan mo'ljallashingiz kerak. Siz cho'ng ishongan Bin Bilol Qurboshi va uning lashkarlari qanchalik ishqiyor edi, ha? Bin Bilol qat'iy bo'lmadi. U ishkilandi. Mazamxonga vaqtida chora qilmadi. Xonning chirik ishlari kotibi oldirash kirib ma'lumot berdi. Orqadan kelayotgan lashkarlar Sibuqtekinning qarshiligiga uchrabdi. Ha? Dedi xon cho'chib qo'zg'alib. Qanchalik chirigi bor ekan? 20 ming. Kelganlar-chi? 30 ming. Sardor, yordamga bir tuman chirik avating. Xon Sardorga buyruq qildi. Sardor rozilik bildirib kotibga boshlanishdi. Kotib oldirash chiqib ketdi. O'rta og'isi o'doqib kirdi. Uning orqasidan ikki qarg'chi Moyi Bonuning qo'ltiqidan tutib so'rab akirib tashladi. O'ltirganlar cho'chib ketdi. Bu ablah xoyillarning paydoqchisi ekanligi aniqlandi. Ishq orqasida tinglab turganda tutildi. O'zi iqror qildi, dedi o'rda og'isi terikib. Ha? Shundaqmi? G'azablandi xon. Sen ularga nima xabarlarni yetkizding? Anlagan bilganlarimning hammasini. Moyibonu o'ri turg'unicha beshini tik tutib so'zladi. Erkashlarni sen qochirdingmi? O'zlari qochirdilar podshoyi olam. Dedi Moyibonu kinoyi bilan. Bu nima deganing? Ularni tutqun qilishga, qamashga qaror qilgan kim? Ular qandoq biladi? Albatta men yetkizdim-da. O'rtada mening zo'r shafqatimga ega bo'lib turibliq. Seni shunday qilishga nima majbur qildi? Janobiy oliylarining oshu shafqatlari majbur qildi. Meni erimdan ayirib, bulab kelgan shafqatlari majbur qildi. Erimni nokar qilib qo'ygan shafqatlari majbur qildi. Elga solgan zulmlari majbur qildi podshoyi olam. Men sana o'ch, butun qinim bilan o'chman. Sendan o'chimni oldim, qilg'inani qil. Og'zingni yop ablah. O'zing munofiq jallodsan. Qaysing bu? Ikki nayzilik chirik kirib taq turdi. Buning tilini kesib, o'zini zindonga tashlanglar, deb varqirdi xon. Yaqinda o'lasan, Bug'raxonning qilichi bilan peshan kesiladi qanxo'r. Moyibonu chiriklarning so'zlariga parvo qilmay, beshini kayniga burab varqirgancha chiqib ketdi. Chirik kotib kirib ma'lumot berdi. Qo'qan chirik bochining o'rinbosari kelibdi. Kirson! Qo'qan chiriklarining o'rinbosari parakanda kirib keldi. Ulug' shohim, qo'llarini apo qilg'aylar. Buyruqlarni ado qila olmadim, dedi u xonning oldida tiz cho'kib. Lashkar boshqini shahid bo'ldi. Qo'qanning yinidagi jangda vafot bo'ldi. Sardor, bu kishiga Qo'qan lashkarboshi nomi berilsin. Siz lashkarboshi, dedi Mansur. Shu topda yorliq olgan aslidagi o'rinbosar chirik boshiga. Qo'qan chiriklarini radkisilib, Samarqandni qo'g'dashga tayyorlik qiling. Chirik boshi o'rnidan qopdi. Amirlarni bajo keltirishga tayyorman, ulug' shohim, dedi beshini egib va burilib qattiq dasab chiqib ketdi.
Cherik kotib yana kirib ma'lumot berdi. Shosh cheriklar boshi Ayub bin Bilal keldi. Kirson! Bin Bilal horg'in qiyofatda salmoqliq menib kirib, Mansurning oldida to'xtadi. Va yenidagi qilichini g'ilipi bilan bo'ynidan ilib, xonning oldiga qo'ydi. Ulug' shoh, menga jazo bersizlar. U takalluf bilan ozroq beshini egib qo'ydi. Nima uchun? Xalqdan ayrilgan davlatning cherik boshlig'i bo'lganim uchun. Bu nima deganing? Kim xalqdan ayrilibdi? Oldi bilan o'zbiri ulug' podshoyi olam. Alloh bandalarga shafqat qilinglar. Payg'ambarim ummatlarga g'amxo'rlik qilinglar dedi. Siz bo'lsangiz shafqatmi emas, g'amxo'rlikmi emas, jabr zulm qildingiz. Biz amaldorlarning fikrini rad qildingiz. El bilan bo'lish yoki eldan ayrilish bir davlat boshlig'ining tarozisi. Barg'ancha g'olibiyat bilan olg'i besayotgan bo'g'rog'an bilan mag'lub bo'layotgan siz. Buning ro'shan dalili janobi sulton. Og'zingni yum, ahmoq. Nima deb o'ylayapsan? Men bir ahmoqqa aldangan ahmoqman. Tilingni tort. Qayerda so'zlayotganligingni unutma. Unutmayman janobi olilari. Hargiz unutolmayman. Qon parab turgan bu makonni mening ruhimni unutolmaydi. Sen mi unutolmaysan sho? Bu sening bo'yniga isilgan tavqi la'nat tumori. Jonlar! Oldida ikki, kaynida bir ishtonchoq, maydilarini tuk bosgan, qizil ko'z, yo'g'on gavdilik 3 jallod kirib keldi. Oldidagi ikkisi Bin Bilalning ikki yiniga kelib to'xtadi. Cho'ngroq birsi yo'g'on qilichni poyniga bilan dolisiga qo'yib tik turdi. "Chiqinglar bu malumni!" Ikki jallod Bin Bilalning qo'llarini kayniga qayradi. Mal'un? Peshonani silab baq janob. Mal'un degan tamg'a o'yiqliq turibdi. Ana! Mush yerdan beshini ol. Darhol chopsan. Varqirdi Mansur o'rnidan qo'pib g'azab bilan. Bin Bilal beshini orqasiga amdi burg'an edi. Orqadagi jallod qilichini yuqori ko'tarib, kuch bilan uning bo'yniga urdi. Kini qo'llisidan ayrilib, yo'g'on kupdak güp qilib yiqildi. Silkinib, put etib, jimib qoldi. Qo'llisi irg'ib, Mansurning oldiga tushdi. U qon izlarini qoldirib, domlab taxtga yaqin bordi-da, Mansurga ko'zlarini olaytqach, tik to'xtab qoldi. Mansur aloqzoda bo'lib kayniga dojidi va putining uchi bilan orqasiga dastlab taxt supisidan tushdi-da, shoposhlab ishkirib mangdi. "Ab chiqinglar buni", dedi bosh vazir Abdulkerim. Jallodlar boshni ilib, tenini so'rab chiqib ketdi. Hech qo'rqinchli emas janoblar. Davlatga, podshohga qarshi bo'lgan odamlarning taqdiri mana shundoq bo'ladi. Hozirdan boshlab hammani Samarqandni qo'g'dashga qartish kerak. Sardar Ali İbrahim mudofaa chorasi bo'yicha ishga kirishsin. Kengash tugidi. Yuring Sardar, o'rda og'isi. Sizmi? Ular ishga kirib ketdi. Yog'ini yo'qotish ko'ngillik, qon to'kilishi ko'ngilsiz. Amal qancha? Jiqra qon to'kilishining oldini olish uchun ozroq qon to'kmay bo'lmaydi. Boshchilarimiz boturlik bilan jang qildi. Xalq bizni qarshi oldi va yordam berdi. Bu ulug' yurish. Haqiqatan ulug' yurish. Mard bo'lsam maydonga chiq. Mening qilichimning ta'mini tetib ko'r. Samoniylar podshohi Nuh 2 Mansur. İrpon elektron şirketi turli lug'atlarni chiqarib, til boyligingizni oshirib qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.